Mana bit. Ya qani bit? Mana. Qattamiz bitligini. Men bilaman, o'rtag'im bir marta boshda ko'rdim. Yo'q, eskisi boshda yo'qmi bit? Yo'q. Ana o'rtaqada ko'rasizmi? Ha. Bu bitmasi, bu qo'rqar, ha? Nima? Bu laboratoriya, Mansuraga doktor bor-ku. Hozir laboratoriya ochdi. Farg'ona viloyat Toshloq tumaniga laboratoriya ochdi. Olib kelinglar baqa, bu qarang. Laboratoriyada bu ko'rib turgan narsalarni, qarang, kasallik tushganda bunga qo'rqar. Kasallik tushgan, buni yechimini Mansuraga topib beradi. Qarang, sizning meva-chevalaringizga undan tashqari shoftolimi, o'riymi, undan tashqari pomidorisi ham qanaqadir mevangizga kasallik tushgan bo'lsa, bu joyga kelsalar yechimini qilib beradi. Xuddi shunaqa laboratoriyaga bitta soladi. Qanaqa qurt tushgan, qanaqa kasallikga hamma yo'g'ini yechimini qilib beradi. Undan tashqari ko'ryapsizlar, batda assortiment juda ko'p. Qaylar dehqon akalarimizga, sabzavotlarga, undan tashqari meva-cheva qilamanganlarga, dori-darmon deganlar uchun paxtaga dori deysizmi, makkaga dori deysizmi, bug'doyga deysizmi, pomidori bor. Xullas qaron bet apteka, laboratoriya, undan tashqari bet apteka. Bu joyda assortiment haqiqatan juda ko'p. Mana shu video srochli dehqon akalarga tashinglar. Qaylar to'lovlarga kiradigan bo'lsa, to'lovlar siz istagandaqa bo'ladi. Nima oladigan bo'lsa, xohlasangiz optimiga oling, xohlasangiz donasiga oling. Xohlasangiz nasiya savdoga, xohlasangiz birinchi orqali, xohlasangiz bo'lib to'lashga. Bunaqasi bo'lmagan. Mana shu videoda srochli tashlab qo'yinglar. Bu joyda manzilni postaga ko'rsataman. Bu joyda manzilga keladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumani ko'pchilik biladi. Toshloqdagi o'sha katta bozordan ham ko'pchilik biladi. Bozorda ro'parasida bilasizlar, Banisa bor, Banisani ro'parasida ko'p turgan bet degan ham bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilsangiz, qanaqa savol-javoblar bo'lsa, nomerlarga Telegramdan tashlasangiz, xudo xohlasa yetimini topib beradi. Mana shu videoda fermer akalarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar.